100 ming so'mlik narsani Xitoydan 30 mingga olishdingizmi? Bugun sizga Taobaodan qanday zakaz berishni ko'rsataman. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilarim. Sizlar bilan hozir Taobao ilovasidan zakaz qilishni o'rganamiz. Mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri zakaz qilishimiz ham mumkin va korzinka orqali zakaz qilishimiz ham mumkin. To'g'ridan-to'g'ri zakaz qilish Taobaoga kirib olamiz va mahsulotni ko'rganimizdan keyin bu qizil oranjiy yozuv ustiga bosib to'g'ridan-to'g'ri zakaz urishimiz mumkin. Biz hozir korzinka orqali zakaz urishni o'rgataman. Buning uchun korzinkaga kirib olamiz. Mana va istalgan mahsulotlarni tanlab olamiz. Bu galchkalar orqali mana ko'proq mahsulotni tanlab olishingiz mumkin. Bizga bunaqa ko'p mahsulot hozir kerak emas. Va qarang, urmoqchi bo'lgan zakazingizni ko'rib, sotib oluvchilar soni, bu hozir skidkada. Sotib oluvchilar soni, dostavka muddati, real rasmlari, mana hammasini ko'rasiz. Otsenkasini ko'rasiz va zakaz urishga buni bosib to'g'ridan-to'g'ri zakaz urishimiz ham mumkin. Va bu yerda galchka orqali zakaz urishimiz ham mumkin. Mana galchka qilib belgilab olamiz. Menda rang, razmer kiritilgan. Mana 36-37 razmer tanlangan. Mana rangi ham tanlangan. Sizlarda tanlanmagan bo'lsa, tanlab keyin zakaz urasizlar. Va tagidagi turgan oranjiy yozuv ustiga bosamiz. Mana 521 yuanga sotilyapti. O'zi 909 yuan ekan. Meni skidka qilib beryapti. Va mana skidka qilayotganlari, qo'shimcha anaqalari, mana даже o'zbek so'mini ham ko'rsatib turibdi. Va sizdan qo'shimcha zakaz urayotganingiz uchun 287 so'm pul olishini ham yozib qo'ygan. Va kredit debit kart orqali viza kiritishimiz mumkin. Men viza kiritganman. Sizlarga hozir viza kiritishni ham o'rgatib ketaman. Bu yozuv ustiga bosib o'tib olamiz. Mana viza 16 talik, bu yerga 16 talik sifra kiritamiz. Bu yerga ism, familiya, yaroqlilik muddati va CVV kodini kiritib ketamiz. Mana. Keyin anaqadan oldin mana qarang. Siz zakaz urmoqchi bo'lgan paytingizda karta kiritishdan oldin qarang. Mana bu o'chiq turishi kerak. Mana kimlardadir mana bunaqa yoniq bo'ladigan bo'lsa, buni bosib o'chirib qo'yamiz. Shunda tovaringiz ID raqamsiz kelmaydi. Mana o'chiq turishi kerak. Endi karta kiritamiz. Mana hozir men 16 talik raqamni kiritaman. Birinchisiga 16 talik sifra, ikkinchisiga ism, familiya, yaroqlilik muddati va CVV raqamini kiritdim. Agarda sizda bu galchka o'chiq turgan bo'lsa, buni yoqib qo'yasizlar. Bu yonib turishi kerak, mana oranjiy bo'lib yonib turishi kerak va tagidagi oranjiy yozuv ustiga bosamiz. Mana. Endi menda ikkita karta bo'lib qoldi. Chunki ikkalasi ham bitta karta. Buni bosib alishtirishingiz mumkin boshqa galchkaga qo'yib. Va aytganimdek, bu telefoncha yozuvi ochiq turishi kerak va tagidagi qizil oranjiy yozuv ustiga bosamiz. YouTube kanal uchun like bosing, obuna bo'ling. Bildirishnomalarni yoqishni unutmang.